Assalomu alaykum do'stlar, charchamayapsizlarmi? Yaxshimisizlar? Hozir men bitta katta hamma biladigan brendlik sexga kirganman. Nilu Bibi'ni sexi. Mana Nilu Bibi Kids mana. Xomashyo, короче, bular material, bichilgan xomashyolar, bichilgan tayyori mana. Xo'p, qizlar tikib turadigan sex mana, chiqariladigan hamma yuklar, nima chiqyapti, nima bo'lmayapti, nima bo'lyapti, hammasi mana shu yerdan chiqadi umumiy hisobda. Bular xomashyo mana. Upakovka bo'ladigan jarayon, bu tarafda upakovka bo'ladi. Sotuv bo'limi mijozlar uchun. Endi mana tayyor mahsulotlar. Do'stlar, hammasi 30 ming so'mdan 2 yoshga, 4 yoshga tushadigan razmerli doichkalar hammasi. Bular mana yana rasvetka mana bo'lib turib, bu tarafda yana bor do'stlar. Mana hozir hammasi mana ekranda bitta qotirib qo'yib ko'raverasizlar. Bular hammasi 32 ming, 34 ming berilgan narsalar. Mana yangi yil oqshomlariga va mana bunaqa momiqli narsalarda aytishyapti 42 ming berilgan. Bularni hammasini hozir rasprodaja qilib 30 mingdan qilib beramiz. Undan tashqari 1 oy muddatda nasiya savdoga qilib bermoqchi bo'lyapmiz. Kimga kerak bo'lsa, nechta kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Eminni mana shu Nilu Bibi modelni, mana shu brendni, mana shu firmani sizlarga do'stlar hammasini 30 ming so'mdan qilib beramiz. Bular 1 oy nasiya savdoga. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar chiqani. Ertaga lokatsiya beraman, kelib bemalol keragicha o'zingizning tanlab olib ketaverasizlar.